Salom. Kalmar o'yini seriali hikoyasining ikkinchi, eng qiziq qismini boshlaymiz. Serialning birinchi qismida bosh qahramonimiz Zafar mafiyadan qarz olib qaytara olmagani uchun hayoti qil ustiga kelib qolgan va qizidan ham ayrilish yoqasida qolganida Kalmar o'yinida ishtirok etishga rozi bo'ladi. Bu o'yinda kim yutsa, bir necha 10 million dollar yutib olishi mumkin. Lekin o'yinni qanchalik shafqatsiz ekanini ko'rib, bitta raundning o'zida 200 dan ortig'i qirilib ketib, arang tirik qolgan ishtirokchilar o'yinni tark etishga ovoz berishadi. Lekin ovozlar teng kelib qolib, so'nggi hal qiluvchi ovoz bir cholga bog'liq bo'lib qolganida, xayriyatki, miyasi aynigan chol o'yinni tugatish uchun ovoz beradi. Shaharga qaytgan qahramonimiz Zafar esa politsiyaga borib, boyagi o'yin tashkilotchilarini qo'lga tushirib bermoqchi bo'ladi. Lekin unga hech kim ishonmaydi. Va shu yerda hikoyamizning ikkinchi qismi boshlanadi. Shunda Zafar mana isboti deb cho'ntagidan boyagi 3 burchak 4 burchakli vizitkani chiqarib berdi. Politsiyachi raqamga telefon qilsa, go'shakni mutlaqo bexabar bitta ayol olib, "Sening o'yiningni ham, o'zingni ham. Bor, o'yin o'ynaging kelsa, internet kafega bor, la'nati buzuq", deb so'kib berdi. Politsiyachilar esa Zafarni bo'limdan haydab yuborishdi. Lekin shu yerda yurgan detektiv Junho degan yigit vizitkadagi belgilarni ko'rib, ichida shubha uyg'ondi. Zafar uyiga kelsa, eshik ochiq, onasi yo'q. Sarosimada ko'chaga chiqsa, uzoqdan uning uyiga qarab turgan Sangvuni ko'rib qoldi. Zafar unga, "Kel, hammasini boshidan boshlaymiz. Onangga bor gapni ayt", desa, Sangvu unga dardini dasturxon qildi. "Nimasini aytaman? 6 milliard won qarzim bor. Onamning uyi-yu, do'konigacha garovga tikvorganman, jo'ra", deb yig'lab yubordi. Shu payt Zafarga kasalxonadan telefon bo'lib qoldi. Shoshilib borgan qahramonimiz onasining og'ir qandli diabet bo'lganini bildi. Shifokor: "Onangizning oyoqlari yiringlab ketgan. Zudlik bilan davolatmasangiz, kesib tashlashga to'g'ri keladi", dedi. Lekin onasi, "Pulimiz yo'q, uyga ketaman", deb turib oldi. Zafar, "Iltimos, qoling", deb yalinsa, onasi yuziga soldi. "Mening davolanish sug'urtamni ham bekor qilib, hamma pulni ort poygasida yutqazib yuborgan sen emasmisan?", dedi u. Zafar gap topolmay yer bo'lib qoldi. Va nima qilib bo'lsa ham pul topishga va'da berdi. Vaziyat rosa taranglashdi. Detektiv Junho onasi bilan gaplashib, akasidan bir necha kundan beri darak yo'qligini aytadi va ertaga qidiruvga berishini bildiradi. U surishtiruvni boshlash maqsadida akasining ijaradagi kvartirasiga boradi. Xonani titkilab yurib, kutilmaganda haligi o'yindagi dahshatli tobutlarni eslatadigan qora sovg'a qutisini topib oladi. Qutini ochsa, ichida Zafar politsiyaga ko'rsatgan o'sha 3 burchak 4 burchakli vizitka turibdi. Detektiv tushunadi. Akasining g'oyib bo'lishi ham o'sha sirli o'yin bilan bog'liq. Ayni vaqtda haligi o'g'ri qiz, Sepyok, yetimxonadagi ukasini ko'rgani boradi. Ular Shimoliy Koreyadan qochib o'tgan muhojirlar ekan, ota-onasi esa u yoqda qolib ketgan. Qiz ukasini bag'riga bosib, "Xudo xohlasa, kelasi yili seni bu yerdan olib ketaman", deb ovutadi. Yetimxonadan chiqib ota-onasini chegaradan olib o'tish uchun pul bergan odami bilan uchrashadi. Vositachi esa surbetlarcha. O'rtadagi broker pullarni o'g'irlab Xitoyga qochib ketdi. "Agar ota-onangni olib kelmoqchi bo'lsang, boshqa broker topamiz. Lekin bu safar narxi ancha baland bo'ladi", deydi. Qizning jahli chiqib, erkakning yuziga issiq kofeni sepib yuboradi-da, tomog'idan olib, "Pulni topaman. Lekin yana o'yin qilsang tamomsan, tushundingmi?", deb po'pisa qiladi. Jahl bilan chiqib ketayotgan qizning ortidan haligi odam cho'ntagini qarasa, cho'ntak kesar qiz uning hamyonini ham silliqqina urib ketgan bo'ladi. Aslida pokistonlik bo'lgan Ali esa 6 oydan beri oylik bermayotgan insofsiz xo'jayin oldiga bordi. Xonaga kirsa, stolida bir dasta naqd pul turibdi. Boyvachcha esa beparvo bo'lib kompyuterda o'yin o'ynab o'tiribdi. Yigit oyligini so'rasa, u surbetlarcha, "Pulim yo'q dedimmi, tamom. O'zim qiynalib turibman, kasalman", deb yolg'on gapirdi. Ali esa unga zavodda ishlayotganda kesilib ketgan 2ta barmog'ini ko'rsatib, davolanishga ham puli yo'qligini aytib yalindi. Lekin vijdonsiz xo'jayin xonadan chiqib ketmoqchi bo'ldi. Janjal paytida g'azablangan Ali uni beixtiyor dastgoh tomonga itarib yubordi. Tasodifni qarangki, stanok haligi xo'jayinning barmoqlarini ham chalpak qildi. "Qaytar dunyo", deb shuni aytsa kerakda. Xo'jayini og'riqdan baqirayotganida Ali stoldagi bir dasta pulni oldi-yu, juftakni rostladi. Keyin uyga chopib borib, pulni xotinining qo'liga tutqazdi. "Bolani ol, hoziroq Pokistonga qoch. Men keyinroq ortinglardan boraman", dedi yigit. Bu ularning oxirgi uchrashuvi bo'lishi mumkinligini sezgandek, Ali xotinini yig'lab qattiq bag'riga bosdi. Sangvu onasiga qo'ng'iroq qilib, hali ham Amerikadaman deb aldashda davom etdi.
Onasi esa soddalik qilib o'g'lining chet eldagi sharoitlari bilan qiziqdi. Gaplashib bo'lishganidan 5 daqiqa o'tmay, do'konga politsiyachilar kirib keldi va xaridorlar ko'z o'ngida Sangvuni odamlarning pulini urib ketganlikda ayblab, qidirilayotganini aytishdi. Sho'rlik ona butun mahallaga sharmanda bo'ldi. Ayni vaqtda esa Sangvu kvartirasida kostyum shimini kiyib, issiq vannaga yotgancha o'zini o'ldirishga shaylanayotgan edi. Shu payt eshik tagidan boyagi uchburchak to'rtburchakli vizitka sirgalib kirdi. Zafar esa onasining davolanishiga pul topolmay, do'stlaridan ham rad javobini olgach, alamidan aroq ichib o'tirgandi. Oldiga kutilmaganda haligi birinchi raqamli chol kelib qo'shildi. Birga ichib o'tirishganda chol yana o'yinga qaytishini aytdi. Zafar dahshatga tushib, u yoqdagi qirg'inga qanday qaytishni so'raganida chol tashqaridagi hayot u yerdagidan ham battar azob ekan. Shunchaki o'limimni kutib o'tirgandan ko'ra, tavakkal qilganim yaxshi deb javob berdi. Gangster Doksu odamlarga jamoani yig'ishni buyurdi. U o'zini olib ketishga keladigan furgon haydovchisini garovga olib, o'yin joyi va pullarni tortib olmoqchi edi. Lekin o'ng qo'li bo'lgan yordamchisi unga Filippin kazinosida mafiyadan yirik summaga chuv tushganini eslatib, endi hech kim u bilan ishlamasligini aytdi. Ma'lum bo'lishicha, yordamchisi sotqin chiqib, Filippin mafiyasini Doksuning ustiga boshlab kelgan ekan. Doksu g'azabdan o'ng qo'lini tinchitdi-da, kelayotgan mafiyadan qochib, ko'prikdan daryoga sakradi. Zafar esa pul ilinjida sobiq xotinining uyiga bordi. U yerda xotinining boyvachcha yangi eri Zafarga bir dasta pul uzatib, "Mana pul. Faqat endi oilamizga yaqinlashma", dedi. Zafarning g'ururi qo'zib, "Pul hamma narsani sotib oladi deb o'ylaysanmi?" deb uning basharasiga musht tushirdi. Buni ko'rib qolgan qizalog'ining otasidan ko'ngli qoldi. Zafar uyiga qaytsa eshik oldida uni detektiv Junho kutib turgan ekan. Junho kalmar o'yini haqida so'radi. Zafar esa o'sha kuni mast bo'lganim uchun politsiyaga qandaydir o'yin haqida gapirganman deb uni haydab yubordi. Uyga kirayotib esa eshikka qistirib ketilgan o'sha mashhur vizitkani ko'rib qoldi. Zafar furgon kutayotganda Sangvu, Ali, Chol, Gangster va cho'ntakkesar qiz ham o'sha yerda edi. Furgonga chiqishlari bilan hammani gaz bilan uxlata boshlashdi. Lekin cho'ntakkesar qiz hiyla ishlatib, nafasini ushlab turdi-da, o'zini xushsizlikka soldi. Detektiv Junho esa Zafarning mashinasi tagiga yopishib, portgacha yashirincha yetib oldi. Kema ichida pushti kiyimli soqchilar uxlab yotganlarni skaner qilib tekshirayotganda, Junho bitta doira niqobli soqchini tinchitdi va uning kiyimini kiyib oldi. Shu payt boshqa soqchi unga baqirib qoldi. Junho dengiz kasali tutdi deb bahona qilgandi. Kvadrat niqobli boshliq kelib, "Senga gapirishga kim ruxsat berdi? Kattalar gapirmaguncha o'chirib o'tir", deb so'kib berdi. Ma'lum bo'lishicha, bu yerda kvadratlar shoh, doiralar esa umuman tilga ega bo'lmagan ishchi ekan. Kema orolga yetib borgach, uxlayotgan ishtirokchilarning kiyimlarini almashtirishdi. Uyg'oq yotgan cho'ntakkesar qiz esa yoniga tig' yashirishga ulgurdi. Hamma uyg'ongach, Zafar chol bilan ko'rishib, "Siz tufayli o'yin tugagandi. Sizning gapingiz bilan yana qaytib keldim", dedi. Keyin ularga Sangvu va Ali ham qo'shildi. Sangvu Alining baquvvatligini aytib, hammasi bitta jamoa bo'lishga kelishib olishdi. Ali bo'lsa xursandligidan Sangvuga tinmay "janob" deb duo qildi. Gangster Doksu o'ziga banda tuza boshladi va cho'ntakkesar qizga "Menga qo'shil" deb kelgandi. Qiz uni hammaning ko'z o'ngida sharmanda qilib so'kdi. Shu payt bir makkor ayol kelib Dokshuga suykala boshladi, lekin gangster uni ham onasidan so'kib haydab yubordi. Tepadagilar esa 201 odamdan 187 tasi o'yinga qaytganini ko'rib, qolgan kelmaganlarni ham kuzatib turinglar, deb buyruq berdi. Detektiv Junho esa 29-raqamli soqchi qiyofasida o'z xonasiga joylashdi. Kechasi boyagi xotin baqir-chaqir qilib, "Agar hoziroq hojatga qo'yib yubormasang, shu yerni o'zini hojatxonaga aylantiraman", deb sahna ko'rinish ko'rsatdi. Soqchilar esa uni olib chiqishganda, cho'ntakkesar qiz ham sezdirmay orqasidan ergashdi. O'sha xotin unitaz ustida o'tirib, o'zining ichki a'zosidan bir kapsulasini chiqardi. Ichidan sigareta bilan zajigalga chiqdi. Cho'ntakkesar qiz esa o'z kabinasida pichog'i bilan shiftni ochib, truba orqali oshxonaga o'tdi. Qarasa, u yerda katta qozonlarda shakar eritilayotgan ekan. Qiz darrov kabinaga qaytib, ko'rganlarni boyagi ayolga aytdi. Lekin ularning shakar haqidagi gaplarni Sangvu ham eshitib qoldi. Ayni vaqtda detektiv Junho xonasida hamma gapni yozib o'tirganida, yon devor ortidan kimdir maxfiy belgi bergandek qattiq yo'taldi.
Ertasi kuni ertalab qatorga turishganda, o'sha yo'talgan qo'shni soqchi Junxoga ma'noli qarab qo'ydi. Ishtirokchilar uyg'onishgach, nonushtaga bittadan non va sut berishdi. Zafar jamoasi birga o'tirib, dardlashib ovqatlanishdi. Chol bilan Zafar bolaliklarni eslashdi. Chol unga o'z o'g'lini eslatishini aytdi. Bechorahol Ali nonushta uchun ham hammaga rahmat aytib yurgan bir paytda Sangvu o'zini sovuqqon va chetda tutdi. Shu payt 111-raqamli shifokor o'yinchi o'z noni ichidan maxfiy xat topib oldi. Ma'lum bo'lishicha, soqchilarning ichida unga o'yinni sotayotganlar bor ekan. O'yinga ketishayotganda Sangvu cho'ntakkesar qizning yoniga kelib, kechasi nima ko'rganini so'radi. Sen baribir Shimoliy Koreyadan qochib kelgansan. Bu o'yinlarni bilmaysan. Men esa Seul Milliy universitetini bitirganman. Menga nima ko'rganingni aytsang, keyingi o'yin nimaligini topib beraman, deb qizni ko'ndirdi. Qiz unga shakar eritishayotganini aytdi. Ular ulkan o'yin maydoniga kirishganda, Sangvu devordagi 4 ta shaklni ko'rib, gap nimadaligini tushundi. Bu igna bilan shaklni ajratib olish o'yini edi. Sangvu dahshatli o'yinni tushunsa ham, g'iromlik qilib buni jamoasiga aytmadi. O'zi uchun eng oson bo'lgan uchburchak shaklni tanladi. Zafar unga ergashmoqchi bo'lganida, Sangvu ataylab, "Hammamiz bitta joyga yopishmay har xil shaklni tanlaylik", dedi. Zafar esa eng qiyin shakl bo'lgan soyabonni tanlab oldi. Sangvu do'stini ogohlantirmoqchi bo'ldi-yu, lekin oxir-oqibat o'z jonini o'ylab, indamay gapi ichida qoldi. Ahmoq Zafar eng og'ir shartga yo'liqdi. Ishtirokchilarga shakarli pishiriqlar tarqatildi va soyabon tushganini ko'rgan Zafar, "Bo'ldi, men o'ldim" deb o'yladi. Chunki ingichka tayoqchali soyabonni sindirmasdan chiqarish imkonsiz edi. Sangvu bilan cho'ntakkesar qiz uchburchakni, Ali doirani, Chol va gangster Doksu esa yulduzchani olishdi. O'yin boshlanishi bilan shakarni sindirib qo'yganlarning hayotiga nuqta qo'yildi. Sangvu, qiz va Ali o'z shakllarini osongina ajratib olishdi. Ayyor 212-raqamli xotin esa soqchilarga bildirmay hojatxonadan olib chiqqan zajigalkasida ignasini qizdirib shakarni eritib oldi. Keyingi bosqichda o'ziga sherik qilishlari uchun boyagi zajigalkani gangster Doksuga ham yashirincha tashlab berdi. Zafar va Chol eng og'ir ahvolda qolishgandi. Zafar hayajondan yuzidan oqqan teri shakarga tomganida shakar eriganini payqab qoldi va miyasiga dahshatli layfhak keldi. U shakarni orqa tomonidan tinmay yalay boshladi. Buni ko'rgan Chol va boshqalar ham unga taqlid qilishdi. Vaqt tugashiga bir necha soniya qolganda, Zafar va Chol shakarni sidirib omon qolishdi. Eplay olmagan baxtsizlar esa maydonning o'zida hayot bilan vidolashdi. Frontmen hamma yoqni monitordan kuzatib o'tirardi. Sho'rlik detektiv Junxo esa bu qirg'inni ko'rib dahshatdan qotib qoldi. Shu payt kvadrat niqobli boshliq unga yaqinlashib, 29-raqam, sening vazifang o'liklarni tashish. Nega bu yerda yuribsan? O'yin tugagach sen bilan alohida gaplashaman, deb do'q urdi. Shu payt o'yinda yutqazganlardan biri o'limni bo'yniga olgisi kelmay, bitta soqchini garovga oldi va niqobini yechishni talab qildi. Qarasa, niqob tagida o'spirin yigit turibdi. U, "Sen bu yerda nima qilib yuribsan?" deb turganda, frontmen yetib keldi-da, "Bizda yuzini ko'rsatgan odamga yashash yo'q", deb boyagi yosh soqchini tinchitdi. Junxo fursatdan foydalanib, o'sha tinchigan boshliqning kvadrat niqobini o'ziniki bilan almashtirib, martabasini katta qilib oldi. Ishtirokchilar xonaga qaytishgach, 111-raqamli jarroh shifokorni soqchilar yashirincha olib chiqib ketishdi. Ma'lum bo'lishicha, bir guruh sotqin soqchilar tinchiganlarning ichki organlarini olib, qora bozorda sotishayotgan ekan. Shifokor esa ularga bu ishda yordam beradi va evaziga keyingi o'yin nimaligini oldindan bilib oladi. Ayni vaqtda Zafarning miyasi ishlab qoldi. U Sangvu o'yinni oldindan bilgani va uni ataylab ogohlantirmay, soyabon yo'liga boshlaganini tushundi. Lekin hozircha sir boy bermaslikka qaror qilib, Sangvuga hech narsa demadi. Gangster Doksu esa zajigarga bergani uchun boyagi 212-raqamli xotinni o'z bandasiga qo'shdi. Bu bosqichda 187 ta odamdan 79 tasi o'yindan chiqdi. Cho'chqa esa yana 8 milliard vonga semirdi. Ertasi kuni ertalab ishtirokchilarga bor yo'g'i bittadan qaynatilgan tuxum va sovuq ichimlik berildi. Doksu, "Bu parranda yemi bilan qornim to'yadimi?" deb baqirayotganda, sherigi unga navbatni qaytadan aylanib kelib, 2 marta ovqat olishni o'rgatdi. Oqibatda navbat oxiridagi bechoralar och qoldi va norozi bo'lib baqirganida, soqchilar ovqatlar odamlar soni bilan teng ekanini aytishdi.
Och qolganlardan biri Doksuning jamoasi 2 marta ovqat yeganini bilib oldiga bordi-da, uning qo'lidagi ichimlikni tortib olmoqchi bo'ldi. Shundoq ham bahona kutib yurgan gangster Doksu hammaning ko'z o'ngida boyagi odamni o'lasi qilib urdi. Bechoraning joni uzildi. Zafar kameraga qarab, "Axir jinoyat sodir bo'ldi. Nega qarab turibsizlar?" deb baqirdi. Lekin tepada o'tirganlar buni janjal emas, balki yangi o'yin deb qabul qilishdi. Monitor orqali yana bir odam o'yinni tark etdi. Kassa yana 100 million vonga ko'paydi degan sovuq e'lon yangradi. Shu lahzada hamma dahshatli haqiqatni tushundi. Bu yerda bir-birini tinchitish ham mumkin ekan. Nafaqat mumkin, balki bu orqali o'yinchilarni kamaytirib g'alabani yaqinlashtirsa ham bo'lar ekan. Buni tushunib yetgan Doksuning yuziga qizil yugurdi va uning aynigan miyasida bugun kechki payt o'yinchilarni biroz qisqartirish orqali o'yinni biroz soddalashtirish rejasi pishib yetayotgan edi. Serialning davomi allaqachon kanalimizda chiqqan bo'lishi mumkin. Kanalimizga kirib tekshirib ko'ring. Bundan tashqari, kommentlarda yozilgan Telegram kanalimizda Kalmar o'yini serialining barcha qismlarini topishingiz mumkin. Xayr.